ko'taraman. Muxlis to'ygan eshit, bir nortiya o'rqarsaqda. Bir ot o'rqarsaqda. Bir ho'kiz o'rqarsaqda. Bir ton, bir gilam haydavor keyin yana qo'shaman, yana qattiq qarsaqchasa qo'shaman. Hayda palvon. Bir ot, bir ho'kiz, bir ton, bir gilaming bor yakka qilasan. Sho'x-sho'g'ayda palvon yakka qilib ko'rsatib berasan. Muxlislar qo'shayinmi? $100 bor qo'shayinmi? Yana $100 bor qo'shayinmi? Qarsaqni qottirsan qo'shaman. Yashang. Yana $100 bor, $300 qo'shayinmi? $400 qo'shayinmi? $500 qarsaq tur yana qo'shaman. Sherzod akamizga to'y qilayotgan akaga bitta qarsaq o'ringlar, to'y qilayotgan akaga qarsaq tur. Hammamiz mana shuni to'ylab qilaylik. Nor tuya. Bir ot, bir ho'kiz, bir ton, bir gilam. $500 choplayapti. Muxlislar qo'shayinmi? Ya bunga qo'shamayman, juda qattiq qarshi chiqsam qo'shishim mumkin. $500, bir norchiya, bir ot, bir ho'kiz, bir gilam, bir toning bor yakka qilasan. Bobur akasi nomidan ustiga yana 2000 rubl muxlis qarsaq tur yana qo'shaman. Nech bo'l? Mahkam bo'l endi. Mahkam bo'l. Ko'rsat. Otang muxlis ko'rgan bo'lsa qarsaq chal, mana shu yerdalar. Otangga rahmat. Hoji maydondan siz to'xtamay bitirga chaqirmagan ekansiz-da. Shahri Sabizdan Javlon palvon. Ot. Qayerdan? Shahri Sabizdan Javlon Melisani skripka laqabli oti bilan bir nortiya, bir ot, bir ho'kiz, bir ton, bir gilam $500 berdi bitta qarsaqchal. Otangga rahmat. Ustiga 2000 rubl ham bor ekan. 2000 rubl ham olasiz. Javlon palvon kelib bitta yaxshi tilak bildiring. Akam, Javlon palvon mana akam tomoq bitib qoldi. Boshidan beri Javlon deydi. Assalomu alaykum. To'y qilayotgan akalar va muxlislar. Hammaga shunday to'y qilish nasib etsin. To'y zo'r o'tdi. Rahmat. To'yvanlar katta yigitlar bo'lsa. Rahmat hammalaringizga. To'y yegan ayirgan palvonga bitta qarsaq chalingizlar. Hammamiz o'g'illarimiz shunday palvon bo'lsin. Palvon, mana chekingiz. Traktor hayda. Takan tayla traktor olib kel. Traktor takan olib kel. Tanishtirganimiz bo'ladimi?